yutqazdik. Zerikib ham ketdim. Soat 9 bo'lib ketibdi. Polizlarni yig'ishtirib olay. Xo'sh, qani meni ketmonim. Da suv ichib olay, chaqib ketdim. Masa. Buni joyiga qo'yib qo'yay. Bor polizlarni tozalaymiz. Aytgancha. Hammaga salom bolalar. Bugun sizlar bilan men Shohruh. Hozir biza poliz tozalaymiz. To'g'rirog'i ishimizni qilamiz. Mana boshladik. Kanalga like bosib, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Yig'ishtiramiz hamma yerni. Bu yog'i o'smabdi. Mayda tashlaymiz. Shuni olamiz, kimlarga urib beramiz. Ikamiz. Bu yoqqa kartoshka ekish kerak. Sizlar обязательно like bosib obuna bo'linglar bolalar. Yana aytinglar, sizlar qishloqlaringizda poliz tozalaysizlarmi yo boshqa ish qilasizlarmi? Shuni ham kommentariyaga yozib qo'yinglar. Menga qiziq. Qani. Yugurach. Buni sandiqning ichiga qo'yay, keyin yerga o'rib beraman. Qo'ying. Endi ozgina telefon chiqarib o'tiraman. Yangiliklar ekan. Qani? Hozir chiqaman. Sen kimsan? Men kapotman, ko'rmayapsanmi? Qoch uyimdan, nimaga kirib olding uyimga? Sen kompot emassan-ku, sen qishloqqa o'xshaysan-ku. Hech qanaqa men kapotman. To'xtala, hozir. Bolalar, kim edi bu? Menga kelib men kompotman dedi. Kompotni kiyimini kiyib olib, o'zim merga aytaychi buni. Merga birlanigan bu narsalarni. Nimasi? Bu narsalarni olib borib beraman. Mer. Hozir seni merga aytaman. Xohlaganingiz ayting. Ha, aytaman. Ketdik. Bir. Akrar. Assalomu alaykum mer. Alaykum. Sabzavotlarni yig'ishtirib oldingmi? Ha, yig'ishtirib oldim. Mana qo'yapman. Qo'yib tashlaymiz. Mer aytgancha, mani uyimga bitta jitel kompotni kiyimini kiyib olgan jitel kelgan. O'zini kompotman deydi. Aytgancha, bu yerga kompot kelgan. Sen uyidan qochishing kerak endi. Men seni kompotni uyingda berib turgandim ijaraga. Bu kompot emas-ku. Oddiy jitel-ku, faqat kompotni kiyimini kiyib olgan. Yo'q, u kompot deyapman men senga. Chiq dedim men sendan uyga. Ha, ko'ramiz. O'zi. Qochay yildan
Hamma narsani olib ketaman yig'ishtirib. Krovatimni sindirib bo'lsam. Bunga berib ketmayman lazım. O'zimni pulimga sotib olganman. Buni ham sindirib olamiz. Birinchi narsalarimni olib olay. Narsalarni qo'yaman. Bochidan qolsin. Kerak emas. Sandiqni olaman, sandiqni. Sandiqni ham sindirib olamiz. Bu yerda kelganimda hech nima yo'q edi. Olamiz. Boshqa joydan quraman endi vishvanya. Endi biz ko'chada qoldik. Sandiq kerak emas mana. Bu sirli sandig'im, bu narsalarni olaman. Chegiribsan, men senga aytgandim-a. Ko'ramiz. Qo'chib qolibsan. Uy boshidan qolsin. Ketdim boshqa joyga. Shu tarafga boraveracağım. Endi nima qilaman? Uyim yo'q. Просто так bosh bo'lib ketaman. Narsa qilishim kerak. To'xtam. Şimdi uyg'onaman berilmayman. Birinchi shetdan daraxt chopay. Ikkinchi demasi kerak. Qancha vijamaniyada daraxt chopadilar. Nima kerak bizada bersa mayli. Qo'yaveraylik. Bu uy uchun joy qidirishim kerak. Yer bo'laganmi? Bu yerda daraxt ko'p bo'lmaydi. Mana bu yer zo'r joy ekan uy qurish uchun. Mana bu yoqda o'zi zaman Bolalar ungacha videoni stop qilib turaman. Chunki hozir uyni qurib olayman birinchi. Sizlar bilan gaplashamiz. Ungacha video stop. Mana buni ham qo'ysam tayyor bo'ladi uy. Tayyor bo'ladi uy. Uyni quraman degancha yomg'irdan tindiraman. Uyga necha baho berasizlar? O'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Va qo'ying. Like qo'ying. Nima tashlaylik? Yo'q. Mayli. Bu yoqda bitta ko'prikcha qurib yuboray. Bu yoqda taxta bor edi. Taxtacha yetadi. Bol blok yasamaymiz. Bitta yetadi. Tanasini 2 soat yasadim. Kerak shu narsalar.
kerak emas. Bundan yana ozgina ko'proq yozaylik. Mana bu ham kamlik qilyapti. Qo'yay. O'nta kerak bo'ldi ekan. Xo'sh. Yerga qo'yib yubordik. Chiroyli bo'lsa. Oq bilan ketaveramiz, farqi yo'q. Bundan qo'yamiz. Demak, ikkita bo'ldi. Xo'sh. Xo'sh, bolalar, bu uyga o'zlaringiz undan 0 dan 10 gacha baho berasizlar. Kelasi videolargacha ko'rishguncha, xayr.